Men zaxirada o'tiribman, to'liq 90 daqiqa. Adashmasam 3-marta zaxirada qolishim. Menimcha faoliyatimda birinchi marta shunday bo'lyapti. To'g'risi men bundan xafaman, juda xafaman. Men klub uchun ko'p ishlarni qildim. Yillar davomida nimalar qilganimni ko'pchilik biladi, ayniqsa o'tgan mavsumda. Hozir zaxirada o'tiribman, negaligini bilmayman. Xuddi klub meni bo'layotgan ishlarda aybdor qilib qo'ygandek, har holda men buni shunday his qilyapman. Va fikrimcha, aniqi shuki, kimdir meni bo'layotgan ishlardagi asosiy aybdor sifatida ko'rsatib qo'ymoqchi. Klub menga yozdi, ko'p narsalarni va'da qilgan va hozircha hech narsa bajarilgani yo'q. Men 3 ta o'yindan beri zaxiradaman. Ya'ni ular va'dasida turdi deb ayta olmayman. Murabbiy bilan munosabatlarimiz yaxshi ekanligini bir necha marta aytganman va kutilmaganda munosabatlar buzildi. Nega bunday bo'lganligini bilmayman. Bu xuddi aftidan kimdir meni klubda bo'lishimni xohlamayotgandek. Lekin bu men har doim qo'llab-quvvatlab kelgan, mening farzandlarim qo'llab-quvvatlab kelgan klub. Men klubni